Ko'zi ko'piylashib, bir tomon ish ketadigan bo'lsa, ko'zi og'rib qolibdi deb odamlar aptekasidan tetrasini olib kelib ko'ziga surkayapti-yu, yaxshi bo'lmayapti. O'sha paytda nima qilish kerak obunachilar? Xo'p, hozir mana bitta parrandani bir tomon ishib, ko'z yoshlagan ekan. Mana pastdan dori turadi. Xo'p, birinchisi ampinsilin, dexamethasone, askarbinka, natriy vitamin B12. Qanday foydalanadi obunachilar? 5 shpris ham qo'yib qo'ying. 5 shprisda natriy xlorni tortib turib, ampinsilinga qo'shasizlar. Vitamin B12 ni hammasini qo'shasizlar. Dexamethasondan yarim gram, bu 1 gramlik bo'ladi. Bundan 1 gram qo'shasiz, bu 2 gramlik bo'ladi. Qo'shib turib, hammasini mana shunga qo'shib turib, iloji bo'lsa, qo'lto'ntagidan, qanotidan qilsalar yaxshiroq effekt beradi. Toshidan qilsalar nima bo'ladi bilmaydigan insonlar. Bundan yarim gram, bundan 1 gram ortib qoldi. Keyingi patokka tayyor turibdi. Yarim gram bundan, 1 gram bundan ortib qoladi. Bunga qo'shib qo'yasizlar. Buni to'yga olmaysizlar-da, chunki pulga olyapsizlar-ku. 3 kun mobaynida iloji bo'lsa, 3 kun mobaynida ertaman 1 gram, kechqurun 1 gram bersangiz, o'zi bir martada belgilanganda effekt beradi. Bu parranda boqib turib tushunmaydigan insonlar uchun bir ertamanda soatimiz ham O'zbekiston vaqti bilan 7 bo'ldi. So'liyari vaqti bilan. Foydam tegsin dedim. Chunki men har kuniga ertaman, kechqurun yotar paytga qilaman, xudo bir 2 kunda xudo effektini ko'rasizlar. Bir tomon ishgandan keyin isitma bo'ladi, ishtaha bo'lmaydi. Og'iz, burun, quloq, ko'z hamma yo'q bir-biriga aloqasi bor. O'shuning uchun ko'zi ko'piylashadigan bo'lsa, ko'z og'rib qolibdi demaylar. Mana shu aytgan doridan qilasizlar, xudo xolasa yaxshi bo'lib qoladi. Parrandangizga ukol qilayotgan paytda 1 shprisdan foydalanishni so'rab qolaman. 5 ida urib yotmanglar, 5lik faqat aralashtirgan xolos. 1lik 3 yechilmaydigan shprisdan foydalaning. Bitta tovuqqa bitta ishlasalang, ikkita ishlasalang ham bo'laveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu videoni yaqinlaringga, arxivlarga tashlab qo'yinglar. Ertaga telefon qilib mendan so'ramanglar. Sog' bo'linglar.